Assalomu alaykum. Hurmatli QA sohasi qiziquvchilari, talabalar. Bugun demak ikkinchi darsimiz. Testlash evolyutsiyasi, tamoyillari va asoslari mavzusi. Bundan tashqari bug nima, manual va automation testing haqida tushunchalar bo'ladi bu asoslarning ichida. Xo'p, testlash evolyutsiyasi deganda tarixini inobatga olsak, tarixiy rivojlanish mana suratimizda ko'rib turganingizdek 1950-60 yillarda dasturchilar o'z kodlarini o'zlari test qilardilar. Ya'ni dastlab dasturchilar o'zlarining kodlarini o'zlari test qilganlar. Tester kerak bo'lmagan. 60-70 yillarga kelib testlash qoidalari shakllandi. Ya'ni dasturchilar o'rtasida qanday testlash qoidalari shakllandi. Masalan, kimdir bu qismdan boshlaydi, kimdir u qismdan, kimdir uslubi boshqacha, kimdir to'g'ri value'lar, to'g'ri qiymatlar berib testlaydi, kimdir noto'g'ri narsa. Ya'ni uslublar shakllandi, qoidalar shakllandi. 1980-90 yillarga kelib esa yirik loyihalar sababli mustaqil test rollari paydo bo'ldi. Demak, loyihalar kattardi 80-90 yillarga ko'ra. Endi mustaqil test rollari, ya'ni QA tester alohida soha bo'lib ajraldi. Demak, biz o'rganayotgan sohaning asosi 80-90 yillarga borib taqaladi. Hozirgi davrda esa har bir yirik kompaniyada mustaqil QA bo'limlari mavjud. Xo'p, testlashdagi asosiy tamoyil shu: hech qachon mahsulotda testlash, ya'ni bu Kulikov kitobida kelgan ma'lumot, hech qachon mahsulotda xatolar yo'qligini isbotlamaydi, balki faqat mavjud xatolarni topadi. Buni soddaroq aytadigan bo'lsak, bir kishi sizga vazifa berilsa, masalan siz oshpazsiz yoki qassobsiz, masalan. Qassob aynan bu go'shtni ya'ni go'shtni ichida achimagan, ya'ni virusi bor qismi bor yo'qligini tekshirmaydi. Ya'ni qayerda virusi bor, virus yo'qligini isbotlamaydi, balki qaysi qismida virus borligini qidiradi. Masalan, qassobga aytildi, mana bu qassob shogirdiga aytdi, mana bu go'shtni o'rganib chiq. Deyilsa, bu men go'shtni o'rganib chiqdim, mana isbotlayman, xato yo'q demaydi, balki qaysi qismida xato borligini aniqlaydi. Ya'ni uni vazifasi xato yo'qligini isbotlash emas. Chunki xatosiz dastur bo'lmaydi. Albatta, katta kompaniyalarda ham xatolar bo'lgan, bugun ko'rib chiqamiz. Asosiy vazifa xatolarni topish, yo'qligini isbotlash emas. Xo'p, demak, undan tashqari tamoyillar bor. Xatolarni aniqlash tamoyili, bu testlash xatolarni topishga qaratilgan bo'ladi. To'liq testlash mumkin emas, ikkinchi tamoyilimiz. Bu ya'ni faqat muhim joylar test qilinadi. Ya'ni erta testlash debdi, erta testlash bu keyingi anaqa. Ya'ni bir saytni yoki web app farqi yo'q. Bir mahsulotni 100% to'liq testlash imkonsiz. Faqat ya'ni eng muhim joylar, ya'ni userlar tomonidan ishlatiladigan eng muhim joylar testlanadi. Masalan, oddiy bir saytga kiradigan bo'lsak, Yandex saytiga kirasiz. Yandex sayti qidiruv sayti, biror ma'lumot qidirasiz. To'liq Yandex saytidagi har bir narsani testlashning imkoni yo'q. Asosiy userlar nima qiladi? Ma'lumot kiritadi, poisk qidiruv tugmasini bosadi va shunga asosan qidirilgan saytlar chiqib kelishini tekshiradi. Ya'ni asosiy funksiyalar tekshiriladi. 100% har bitta saytdagi narsani tekshirish bu imkonsiz. Keyingi asosiy tamoyil erta testlash. Ya'ni testlash jarayoni dastlabki bosqichlarda boshlanishi kerak. Buni sodda qilib aytadigan bo'lsak, bir loyiha yasalyapti. Ya'ni IT sohasida har bir produkt, mahsulot xuddi bir qurilish sistemasi bilan qiyosladigan bo'lsak, qurilish tizimi bilan. Qurilish tizimida beton qiluvchi odam bo'ladi, kafel qiluvchi, yo bo'lmasa xo'p, patolog yopadigan, отделка qiladigan, qisqasi har xil soha odamlari bor. Bitta bino bo'lishi uchun 5-6 xil soha vakillari kerak bo'ladi. Elektrik, santexnika va hokazo. IT sohasida ham bitta produkt, masalan, siz hozir ishlatib turgan Telegram, WhatsApp yoki shunga o'xshagan messenjerlar, Instagram kabi messenjerlarni ishlatish uchun aynan bitta bir kishini ishi bo'lmaydi-da bu. Ya'ni bitta odamni foydalanib, bitta odam o'zi bu narsani qilmaydi. Odatda shunday tizim bo'yicha. Hozir bor albatta ba'zi quruvchilar santexniklikni ham qiladi, elektriklikni ham qiladi. Biz javob dasturlash
ham bor shunaqalar, lekin bu standart emas. Standart bo'yicha yuqorida aytganimizdek har bir bo'limda bor. Demak, bizni produktda ham, mahsulotda ham mahsulot qurilishi jarayonida erta testlash bo'lsa, test jarayoni dastlabki bosqichlarda boshlanishi kerak. Qancha ertacha boshlansa, shuncha xatolar kam bo'ladi. Nega desa, binoni qurib qo'ygandan keyin tekshirishsa, xato topsa, binoni qayta buzish kerak. Endi yo bo'lmasa oddiy bir velosiped yasashni o'taylik. Velosipedning ruli, baloni, sepi, motorlari, sidenalari yasalgandan keyin, hammasini yasab bo'lgandan keyin, men endi tekshir deb haydab ko'rgandan ko'ra, rulini o'zini yasaydi-da, deydi. Rulni o'zini vazifasi nima? Ikki chekkaga burilish. Balonni berishadi. Balonni rulga ulab, to'g'ri tushyaptimi, chiqib ketmayaptimi? Ya'ni har bir qismni alohida erta bosqichdan testlasa, birdan velosiped yasalgandan keyin men Tesla deb berib, uni qaytadan masalan sidenasida muammo bo'lsa alohida olib, ish ko'payib ketmaydi-da, naborat. Aksincha qulay bo'ladi. Mana shu uchun erta testlash juda kerak. Xo'p, xatolar zichligi, ya'ni ba'zi qismlarda xatolar to'planadi, debdi. Xo'p, bu ham, ya'ni bir qismda xato topsangiz, xato biz tilda bug deb atasa, ko'pincha qolgan xatolar aynan shu qismda bo'ladi. Keyingisi demak kuzatuv effekti ekan. Bir qismda xato, boshqalarda ham. Bu ikkalasi bitta narsa va asosiy keyingi tamoyil, bu asosiy testerlar qiladigan ishi regression test. Kuzatilgan xatolar yana test qilinadi. Xo'p, testlashning asosiy maqsadlari bor. Sahifamiz o'ng tarafida ko'rib turibmiz. Xatolarni aniqlash, mahsulot sifatini oshirish, risklarni kamaytirish, ishlab chiqishni optimallashtirish. Demak, testlashdan maqsad bor. Bu mahsulotda xato bormi yo'qmi tekshirish. O'sha xato bor yo'qligini tekshirgandan keyin mahsulot xatosiz bo'lgandan keyin sifati oshadi o'zidan-o'zi. Demak, endi risklar kamayadi. Ya'ni yutqazuv bo'lmaydi, mahsulot sifatli bo'ladi. Ishlab chiqishni optimallashtiradi. Ya'ni ishlab chiqish jarayoni, mahsulotni ishlab chiqish jarayoni tezlashadi va sifatli bo'ladi. Testlash uslublari bor ekan. Bu endi alohida mavzu. Bunga ham to'xtaymiz. Qora quti, oq quti, kulrang quti degan testlash uslublari bor. Qora qutida ya'ni tester hech narsani ko'rmaydi, balki sahifani o'zini ochadi-da, bosib, kiritib, filtrlarga mavzular kiritib, buttonlarni bosib ko'radi. Oq quti deganda tester endi kod qismiga ham qaraydi. Masalan, UI deganda biz saytimizning ko'rinishini ham ko'radi, user interface'ni ko'radi-da. Kod jihatdan qaraydi, qani bu to'g'ri yozilganmi, kodga to'g'ri olib kelyapti, uni ko'radi. Bu ikkinchisi va uchinchisi, bu tester koddan qisman xabardor bo'ladi. UI'da biror joyda xato bo'lsa, aynan shuni koddan qarab ko'radi. Demak, bu yerda xato bor ekan deydi. Bu ya'ni 3 xil testlash uslubi bor. Bizdagi asosan eng keng tarqalgani qora quti uslubi. Bu tester kodni ko'rmaydi, balki UI orqali testlaydi. Xo'p, slaydimizning keyingisi bugungi darsimizning asosiy qismlari edi. Bu testing asoslari. Test o'zi nima uchun, nima va nima uchun kerak? Nima degan savolni o'zi biz o'tgan darsimizda aniqladik. Testlash nima uchun kerakligini endi o'tamiz. Bug nima va qanday topiladi? Manual va automation testing farqi bugungi darsimiz asosi bo'ladi. Xo'p, birinchisi test nima va nima uchun kerak? Xo'p, mana misol keltirganmiz. Siz bir telefon sotib oldingiz. Uyga kelganingizdan keyin birinchi nima qilasiz? Telefonni yoqib ko'rasiz. Endi sizga kimdir telefon jo'natdi deylik, to есть sotib olganingizda yoqib ishlatib ko'rasiz, albatta. Chetdan sotib oldingiz, sizga telefonni yuborishdi. Telefonni yoqib ko'rasiz, yonadimi, o'zi yo'qmi, zaryadi bormi, yo'qmi? Test, bu ham bir testlash. Kamerasiga kirib ko'rasiz, kamera ishlayaptimi? Batareyasini zaryad qilib ko'rasiz, batareya o'zi zaryad olyaptimi? Tugmalarni bosib ko'rasiz. Endi sensorli tugma bo'ladi. Oldingi davrda bizda ishlatib kelgan tugmalar edi. Uning o'rnida sensor bo'lgan. Sensor tugmalari ishlayaptimi, hamma qismlari. Bu ham test. Siz telefon ishlaydimi, yo'qmi tekshiryapsiz. Dasturiy ta'minotda ham, dasturiy ta'minot deganda programmada ham shunday. Bir saytga kirasiz, veb-sayt ochilyaptimi o'zi? Xo'p, keyin nima? Keyin veb-sayt ochilgandan keyin veb-saytdagi tugmalar ishlayaptimi? Hamma narsa to'g'rimi? Ma'lumotlar to'g'ri saqlanyaptimi? Login bo'lyapsiz, login kirityapsiz, password kirityapsiz, to'g'ri kiryaptimi, to'g'ri saqlanyaptimi? Xatolik yo'qmi? Uni ko'rasiz. Va mana shu ham, demak, bu QA sohasidagi testlash bu. O'zi har bir inson tester desa ham bo'ladi. Men shu borasida maqola qo'ygandim LinkedInga. Masalan, oshpaz ovqatni mijozga tortishdan oldin tuzini ko'radi, yeb ko'radi. Bu ya'ni tester. Ya'ni bu testlash bu.
yoki usta mashinani tuzatgandan keyin bir joyini, aynan o'sha chekkasini tuzatgan joyini ishlatib ko'radi mashinada, qani ishlayaptimi yo'qmi. Bu ham testlash. Ya'ni o'zi har qanaqa soha egasi bo'lmasin, xizmat ko'rsatish sohalarida o'zi qilgan ishdan keyin ana shu qilgan ishini to'g'ri qildimi yo'qmi tekshiradi. Tester esa o'zi qilgan ishni emas, balki boshqalar, dasturchilar qilgan ishni tekshiradi. Bu nima uchun bu yaxshi? Dasturchini o'zi tekshiraversa bo'lmaydimi degan savol bo'ladi. Inson o'zidan o'zi xato topishi bu prinsiplarga ko'ra kam. Ya'ni birovning xatosini topishni yaxshi ko'ramiz. Bu mana bu bizning sohada asosiy key bo'ladi. Ya'ni birovning xatosini topib ish qilasiz. Bu nimaga? Endi bu yaxshi emas, albatta. Qaysi ma'noda yaxshi emas? Hayotiy, fe'liy xatosini topsa, lekin qilgan ishidagi xatolarni topib vaqtida aniqlasa, bu kompaniyani foydasiga ishlaydi. Xo'p, endi keyingi mavzumiz demak bug nima? O'sha mavzumizni davom ettiramiz. Bug nima va qanday topiladi deganimiz bor. Bug nima va nima uchun muhim o'zi? Bug degani saytda chiqib kelgan muammo. Har qanaqa kichik katta muammo bu bug deb ataladi. Masalan, siz bir saytga o'zingizni login parolingizni tirdingiz, u saytga kira olmayapsiz. Login parolingiz xato deyapti. Siz lekin aslida to'g'ri kiritgansiz, bu bug. Yo bo'lmasa saytga kirib login parolingizni kiritdingiz, enter ya'ni kirish degan tugma bosdingiz, kirmayapti. Ya'ni ishlamayapti, bu bug. Tilni almashtirish kursi ko'rgandik birinchi darsimizda. Tilni almashtiryapsiz. Tilni almashtirsangiz boshqa tilga almashmayapti yoki almashsa ham UI ya'ni user interface o'z holicha turibdi. Mana bu bug. Ya'ni bug o'sha saytda ko'zda tutilgan ish bo'yicha saytning ishlamasligi. Xo'p, nima uchun muhim degan savol. Hali yana qarasak, demak, bug topmasak nima bo'ladi? Mana Amazon misol keltirdik. $1 million yo'qotish bo'lgan ekan. Bu internetdagi ma'lumotlar asosida 1999-yil narxlarni hisoblashda xatolik bor. $100 mahsulot 1 sentga sotilgan. 1 sentga sotilgan, natijada minglab odamlar arzon narxda sotib olgan, Amazon $1 million zarar ko'rgan. Endi siz uzun market yoki shunga o'xshagan saytga kirdingizda, aslida 100 ming narsa sizga 10 sent bo'lsa, masalan, $100 narsa 100 ming so'm bo'lib turibdi. $100 narsa yoki 10 ming bo'lib turibdi. Darrov sotib olaman deysizda, bosasiz klikka. Kimgadir aytasiz, qara, mana bu narsa 10 ming so'm turibdi ekan, aslida 100 ming narsa deysiz. Ya'ni bir vaqtda o'zida darhol ko'pchilik buni sotib olishga kirishadi. Natijada sayt sotib bo'lgan, endi nima? Klientlar sotib bo'ldi. Endi ularga yo biz adashib ketdimiz deb bo'lmaydi. O'zini zarariga bo'lsa ham, aslida bu narsa 50 ming so'mlik narsa bo'lishi mumkin. 10 mingdan zarariga bo'lsa ham nechta odam olganmiz, ularga berish kerak. Bo'lmasa sayt ishonchini yo'qotadi. Demak, Amazonda ham shunday bo'lgan ekan. Endi bu oddiy misol deb aytsak bo'ladi, bu aniq faktlar emas. Ya'ni saytda bitta tugma to'g'ri ko'rsatmayotganligi, masalan, 100 minglik narsani yoki $100 narsani 1 sent bo'lib ko'rsatishi, 10 sent yoki shunday noto'g'ri natijada ko'rsatishi bu zarariga olib keladi. Bundan tashqari kompaniya obro'si ham zararlanadi. Ya'ni ertaga yopib qo'yadi-yu bu narsani. 10 sentdan sotdi, ertasi kuni yana 10 sent sotmaydi. Bu 10 sent deyotsa, bu sayt to'g'ri ishlamagan vaqtda olgan ekan, demak ishonch yo'q ekanda. Hozir $100 bo'lsa, hozir to'g'ri ishlamayotganmikan, yana ishlamayapti, balki arzondir degan saytda tushunmovchilik bo'ladi. Demak, umumiy sabab narxni to'g'ri test qilmagan. Test bo'lmaganligi, yo bo'lmasa bo'lsa ham to'g'ri test qilinmaganligi bunda. Keyingi sabab, keyingi holat, onlayn do'kon veb-sayti. Foydalanuvchi bitta mahsulot qo'shadi, lekin 10 ta qo'shiladi. Bitta olmoqchi, bitta narsani marketga kiryapsiz, bitta olmoqchisiz, lekin 10 ta qo'shilyapti. Keyin to'lovga o'taman deyapsiz, to'lovga o'tsangiz sizga 10 barobar ko'p pulni olib, siz ishondingiz. Bittaga olganingiz aslida sizga 10 ta narsa kelyapti. Birdan mijoz aytadi, men qaytarib olinglar buni deydi. Agar qaytarib olmasa, kompaniyaga nisbatan hurmatsizlik paydo bo'ladi. Xo'p, development vaqtida bug topish. Agar o'sha narsani mijozlarni ga borishdan oldin xato bug topilsa, bu masalan $100 ekonom qilar 1 soatda. Productionda topilsa, agar keyinchalik topilsa, masalan 100 ta odam o'sha $100 unaqa zarar ko'rsatsa, o'sha kompaniyaga $10,000 zarar qilishi mumkin. Demak, erta test qilinsa, shuncha vaqt tejaradi, buni aytmoqchi bo'lgan umumiy qoida shu. Trading Software degan Night Capital degan kompaniya bor ekan, bunaqamizda o'yinbetda ko'ryapsiz, $440 million yo'qotgan ekan 2012-yil. Bu ham internetda kelgan ma'lumotlardan. Demak, trading softwareda bilamiz, narxlar ko'tarilib tushadi. 45 daqiqa ichida noto'g'ri tranzaksiyalar bo'lgan, hattoki to'g'ri. Demak, tranzaksiya deganda narxlar ko'tarilib tushgan vaqtda, odamlar tushgan vaqtda olgan bo'lsa, keyin kompaniya masalan
ko'p yaxshigina yo'qotishga uchragan, $440 million yo'qotgan ekan. Kompaniya bankrot bo'lgan. Nima bunda muammo software to'g'ri test qilinmagan ekan. Xo'p. Demak, umumiy bugungi asosiy aytgan narsalarimiz bug nima bo'ldi? Test o'zi nima uchun kerak? Testning oddiy qoidasi, testlash evolyutsiyasi haqida gaplashdik va keyingisi manual va automation testing farqi. Xo'p, bu shu mavzumizning asosi bo'ladi. Shu bilan darsimiz asosiysi tugaydi. Xo'p, demak manual testing. Manual testing o'zi nima? Manual testing bu tester o'z qo'li bilan test qiladi. Nima oyoq bilan ham test qilsa bo'ladimi deydi. Yo'q. Balki kod bilan yozish orqali test qilish ham mumkin. Endi biz manual testing haqida gaplashsak, veb-sayt ochadi, login qiladi, tugmalarni bosadi, natijani ko'radi, xatolik bormi tekshiradi. Qachon ishlatiladi? Yangi funksiya birinchi marta test qilganda, keling buni oddiy misol ko'rsataylik. Teoriyadan iborat emasligi uchun darsimiz. Mana oddiy misol, Yandex saytiga kirdik. Men QA haqida deb yozganman. Masalan, Yandexga kirasizda. QA nima deb yozdingiz? Mana men Yandexga kirishim, brauzerni ochishim, hammasi bu ya'ni manual bo'lyapti. Bu kod bilan bo'lgani yo'q. Menda ham brauzer ochilyapti. Yandex o'zi deb kiryapman. Kirgandan keyin bu yoqqa masalan QA haqida deb yozsam, Yandex mana ma'lumotlar chiqarib beryapti. Mana QA nima, QA haqida dasturlash deb, ya'ni Yandexda biz buni Yandex saytini manual test qilyapmiz. Mana buni bosib ko'ramiz. Mana nima bu narsa, bu qanday funksiyasi bor, rasm bosib ko'rasiz. Mana anaqa so'raydi, ruxsat so'raydi. Qisqasi, bu manual testing. Saytni testlash. Hamma yoq to'g'ri ishlayaptimi, ha? Buni testlash va manual testlash. Endi automation testlash ham bor ekan. Demak, manual testlashda veb-sayt ochasiz, login qilasiz, masalan, nimanidir qidirasiz, chiqib ketasiz. Shu qachon ishlatiladi deganda, doimo manual bo'lmaydi. Yangi funksiya birinchi marta test qilganingizda manual qilasiz. UI UX test, mana dizayn, ranglar, shriftlar bular manual qilinadi va bir qancha yo'llarda manual qilinadi. Masalan, yangi dizayn chiqdi, manual test qilinadi. Forget password, ya'ni parolni unutish degan funksiya qo'shildi. Buni ham manual test qilib ko'rasiz. Birinchi martaga, ya'ni manual qilinadi, keyin avtomatlashtiriladi. Afzalliklari oson, boshlash istalgan odam qilaveradi. Dasturlash birinchi shart emas. Masalan, siz ham hozir o'tirib istalgan saytni testlashingiz mumkin. Insoniy qarash, dizayn foydalanish tajribasi, ya'ni qilgan odamdan, shu saytni tuzgan odamdan, masalan, Yandexda ishlaydigan odamdan so'raysiz, mana buni vazifasi nima? Qidiruv bo'limiga kirish va o'zingizdagi ma'lumotni qidirib topish va hokazo. Tez o'rganish mumkin. Bunga ya'ni birorta bir shart emas, oddiy buglarni tez topish mumkin. Bug bo'lib qolibdi. Xo'p, kamchilik nima? Vaqt talab qiladi. Albatta, har kirganingizda takroriy ishlar bor. Takroriy ishlar insonni zeriktiradi. Insoniy xatolik bo'lishi mumkin. Albatta, ba'zi bir joyga e'tibor qilmay qolishingiz mumkin. Ko'p ma'lumot bilan test qilish qiyin. Ya'ni sizda bir varoq narsa testlash qilish kerak bo'lsa, sizni bu erintirib qo'yadi. Manual testing demak tushunganimizdek, har bitta narsani qo'lda bitta-bittalab qilish bu manual testing. Endi keyingisi bizda automation testing. Xo'p, automation testing nima? Automation testing kompyuter kod orqali test qiladi. Sizni qilayotgan ishlaringizni kompyuter qiladi. Masalan, tester kod yozadi, kompyuter bajaradi. Bu kod bir soniyada 100 marta ishlatishi mumkin. Qarang tezlikda. Hozir siz Yandexga kirdingiz, QA haqida deb yozsangiz, 10 sekund vaqt ketdi. Siz 100 marta buni terishga sizda sabr ham, kuch ham, energiya ham cheklangan, lekin kompyuter bu narsani xuddi kalkulyator kabi qilaveradi. Qachon ishlatiladi? Regression testing, ya'ni har safar tekshirish kerak bo'lgan joylarda automation qilinadi. Ko'p ma'lumot bilan testlanadi. Masalan, 1000 ta user kerak bo'lsa, automation bilan qilinadi. Chunki biz 1000 ta kompyuter bir vaqtda ochib, 1000 ta odamni topib, hammasini to'tinglar, kutib turinglar. QA haqida degan savolni biz tekshirishimiz kerakda, saytni bardoshliligini 1000 ta odam bir vaqtda kirishsa, ko'tarishni tekshirishimiz kerak desak, 1000 ta odamga agar bir chaqirganingizda endi baribir kelib ketishiga qancha pul bo'lsa, agar 100 mingdan berilgan daftarda ham ancha-muncha kompaniyaga bu katta zarar bo'ladi. Lekin bitta automation testing tester bilan 1000 ta userda qilgan ishini kompyuter orqali qilish mumkin. O'sha sababdan automationda oyliklar manualdan keskin farq qiladi. Odatda. Xo'p, automation test qilish kerak. Load performance testing, A/B testing. Demak, oddiy misol hozir
buni nazariyat jihatini ko'ramiz, keyin automationni bir misol qilib keltirib ko'rsataman. Misol demak, har safar yangi update chiqsa automation qilinadi. Masalan, saytga boya ko'rib o'tdik. Biz yangiladik. Yandexda nima qildik desa, mana bu yerda все degan bo'limni qo'shdik. Update bo'ldi. Demak, biz hamma qismni bir marta tekshiradigan, hammasini bir marta bosib kirib, mana ko'radigan nima qilamiz? Kod yozamiz. Hamma qismni bosib kiradigan kod yozamiz. Mana bu automation. Lekin manualda bo'lsa qiynab qo'yadi. Bitta update keldi, yangilanish keldi, tekshirasiz. 1000 ta user bilan login test qilasiz. 1000 ta user, 1000 ta odam bir vaqtda o'zida kirishini login qilasiz. Va aytganimizdek, jonli qilish qiyin, o'shaning uchun kompyuter bilan qilasiz, bu ham automation bilan bo'ladi, tabiiy. Har kun test kerak. Masalan, bitta odam har kun bir narsani tekshiraversa, zerikib ketadi, lekin kodda shuni yozib qo'yadi. Har kun muayyan vaqtda u kompyuter o'zi tekshiradi. Xo'p, afzalliklari nima? Test. 1000 ta test 10 daqiqada bo'lishi mumkin. Takroriy testlar uchun yaxshi. Xo'p, yana aniq xatolik kam. Kecha ishlatish mumkin, kompyuter uxlamaydi. Ya'ni kechqurun demoqchi. Xohlang hozir siz 2 da ham, 4 da ham, 5 da ham ishlatishingiz mumkin. Kompyuterga buyruq kiritib qo'yib, o'zingiz uxlayverasiz. Avtomatik saytingiz testlanaveradi. Ko'p ma'lumot bilan test qilish mumkin. Masalan, xohlaganingizcha ma'lumotlar kiritib test qilishingiz mumkin. Kamchiliklari nimada? Dasturlashtirishni bilish kerak. Eng muhim, istalgan bir dasturlashtirishni bilish kerak. Boshlang'icda vaqt sarflaydi, albatta, katta vaqt sarflaydi dasturlashni o'rganish uchun, test maqsadlarini o'rganish uchun. Bu manualdan keyingi daraja. UI UX testda yomon, ya'ni UI da odatda o'zgarishlar bo'ladi. User interface ko'rib turibmiz. Ba'zi bir internet tezligiga ko'ra mana bu buttonlar ko'rinmay qolishi mumkin. Yoki kech ochishi mumkin. Menda hozir Wi-Fi tezligi yaxshi. Mana hozir yangilagan vaqtim ozroq ushlanib qolishi mumkin. Endi hozir menda internet tezligi juda yaxshi bo'lgani uchun bu bilinmayapti, lekin chekka hududlarda agar test qilinsa, mana bu buttonlar ochilguncha 5 sekund ketadi. Lekin siz yozgan kodingiz darhol testlaydi. O'shaning uchun bu naqadar minus tomonlari bor. Maintenance kerak, kod yangilab turish kerak. Ya'ni kimdir yangi bo'lim qo'shsa, kodni ham yangilab turish kerak. Endi gapimizda bu keyingi darsga oid ekan. Xo'p, bu gapimizni bir misol tariqasida ko'rsatamiz. Nimani hozir biz o'tganimizni mana hozir. Xo'p, automation testingdan eng sodda bir misolni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, mana monitor ko'rinib turibdi. Mana o'zi tayyor turgan ekan. Yana qayta joylaymiz. Mana yuqorida biz e'tibor qilgan bo'lsanglar, Yandex saytiga kirdik. Google kirdik masalan. google.com ga kirdikda QA nima deb yozdik. Google mana sizga ma'lumotlar chiqarib beradi. Endi Yandexga kirdik. Yandex.ru. Yandex o'zi otib yuboryapti. Shunaqa demak, lokatsiyaga ko'ra ekan. QA nima deb qidirsak, mana bu ma'lumotlar chiqib keladi. Mana shu qilgan ishimizda Yandex deb yozishimizda, o'z deb kirishimizda, bu yerda QA haqida deb yozib o'tirishimizda avtomatlashtirsak bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Mana kod orqali buni qilamiz. Xo'p, mana bu kod tayyorlab qo'ygandim men yozib. Xo'p, buni mana endi run qilib ko'ramiz. Bu VS Code dasturi. Kod yozishni bilganlar bo'lsa, buni haqida xabari bor. Buni ko'rsatib o'taman. Mana run qildik. Mana tomosha qilamiz, qani nima bo'lar ekan. Hech narsaga tegmaymiz mana. Sayt ochildi. O'zidan o'zi ochilyapti. Yandexga kiryapti. Qidiruv maydoniga kuzatib qarab turamiz. QA sohasi haqida qidirdi. Bo'ldi. Ya'ni hozir ko'rgan jarayoningizni hech kim qo'lda qilgani yo'q, balki avtomatik tarzda bu bo'lib o'tdi. Xo'p, umumiy manual automation shu narsa. Bugun ko'rgan ma'lumotlarimiz, demak, testlash evolyutsiyasi tarixi va tamoyillari, ya'ni yuqoridagi tamoyillar va asoslar bo'ldi. Nega bu ketishda tamoyil bizga nega kerak, asoslar nega kerak deganda, ertaga siz QA sifatida bir joyga kirsangiz, shu tamoyillar, maqsadlar sizdan so'raladigan narsa bo'ladi. Evolyutsiya haqida aytsangiz, sizga ham ish jarayoningizda, ya'ni o'zingizni kasbingiz mutaxassisi bo'lasiz. Sizdan so'raydi, nima uchun bizga tester kerak deb so'rab bersa, mana siz aytasiz. Dasturni o'zi bug nima degan savol bo'lishi mumkin. Bugni topmasak nima bo'ladi deyishi mumkin. Shu kabi tayyor savollar bor. Manual testing bilan automation testing farqini ayting deyishi mumkin. Shunda bu ma'lumotlarni aytsak, bizni boradigan ish joyimizga ishga kirishimiz yanada oson va
foydali bo'ladi, barakali bo'ladi deb umid qilamiz. Bugungi darsimiz shu. Sizlar bilan Mirzobek bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.